Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni ham yakuniga yetkazib oldik. Farg'ona viloyati Vadilga o'rnatib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz nima olib boramiz, video egasi nima olib qo'yadi, ham yo'g'ini batafsil yoritib beramiz. Videoga like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana 1:30ligini zakaz qilishadi. 1:30ligida ikkita duxovka bo'ladi. Mana bitta duxovka, mana ikkinchi duxovka. Pastda yoqadigan joy bo'ladi. Bitta gaz bor ekan, gazni mana maytdan tiqib qo'ysa bo'ladi, bu tomondan kelsa. O'ng tomondan keladigan bo'lsa, chap tomondan keladigan bo'lsa, chap tomondan tiqsa bo'ladi. Agar gaz o'ng tomondan keladigan bo'lsa, o'ng tomondan tiqib qo'ysa bo'ladi gazni. Mana duxovkasi. Lisa mana to'rlik, oldi, orqa, o'txona, tepa. 4 bo'ladi. Omoshlar 208 bo'ladi. 2,5 shunaqa. Bu sinchli ekan uyimiz. Mehrobga o'rnatdik. Mehrob ham mana 80 mi 90 mi shunaqa ekan. Shuning uchun mana ozgina ichkarida bo'lib qoldi. 80-90 joylarda mana yerda nima ketgan bo'ladi? Xora. Sarrobmi, xorimi nima deydi? Kim biladi shuni? Kommentariyga yozib ketinglar. Mana shunaqa to'sin o'tgan bo'ladi xullas. Kesmisda agar ko'proq bo'lsa, o'rtasidan chiqarib olishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun o'rtaga qurishga majbur bo'lamiz. Avlisopga uy egasi sement qum, azbis turba, keyin devorni buzganda g'isht chiqmaydigan bo'lsa, g'ishtni olib beradi tepasiga ana. Pishkanishmi, xomishmi, mo'risiga. Agar g'isht chiqmasa devordan, qolganini olib boramiz biz. Avlisopga g'isht, pechka, turbasi, uyg'unlik, lis, pastga, tepaga lis qo'yilgan. Hammasini olib boramiz. Bu old tarafi, orqa tarafini ko'rsatamiz. Mana bu o'rtoqlar mana orqasi mana sinchli. Sinchli bu, sinchli mana. Mana guvala. Qo'sh sinch. Keyin nima deydi? Yakka sinch mana. Taxta bu, taxta. Guvala. Shunaqalarga o'rnatsa bo'laveradi. U ham pastroq ekan, o'zi patologgacha yetib qoldi pechkamiz. Обязательно qanot qo'yiladi. Biz olib boradigan narsalar. Avlisopga g'isht, uyg'unlik, lis, ikkita turbasi, pechka, qanoti bor, olib borib o'rnatib beramiz. Hozirgi kunda narxi 1:30likda 5,200,000 vodiy bo'ylab qo'yib kelyapmiz. Xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol. Hurmatli obunachilar. Old tarafi